Mana oldindan urilgan labo damaschamiz kelgan. Bugun ishimizga mana qayrilib, pechkalari sinib ketgan. Mana eshiklari qisilib, mana zazorlari qochib, hamma joyi ketgan. Bu chuqurga tushib ketgan ekan. Labo damaschamiz. Mana eshiklari mana bu yerlar kelib tegib, xullas kaminkasi shunday surilgan. Torpedalariga ham ishi bor. Torpedalar o'tib, motorlar chiqib ketgan. Eshik ochilmaydi. Qisilib qolgan. Mana oldindan urilgan labo damaschamiz kelgan. Bugun ishimizga mana qayrilib, pechkalari sinib ketgan. Mana eshiklari qisilib, mana zazorlari qochib, hamma joyi ketgan. Bu chuqurga tushib ketgan ekan. Labo damaschamiz. Mana eshiklari mana bu yerlar kelib tegib, xullas kaminkasi shunday surilgan. Torpedalariga ham ishi bor. Torpedalar o'tib, motorlar chiqib ketgan. Eshik ochilmaydi. Qisilib qolgan. Mana labochamiz banferda ochgandan keyin ko'rdik, bino qat bo'lib ketgan ekan. Xo'sh. Buni ichlariga kelsak, mana shib chiqqan tekis bo'ladi bu yerlari. Eshik qisilgani ham shundan. Shu tarafi ichiga kirib ketgan. Hozir bu banfer ham to'g'ri kelmaydi. Tortish boshla. To'xta. Mana labo damaschamizni mana shunday bo'lib, mana qatlanib ketgan hamma joyi shu yog'i. Mana shu qismi ichkariga ketgan 3 sm. Mana sekin-sekin yana uni moslama qilib tortib olamiz. Bu yog'ini apparatga ulab, bu yog'i mashina o'zini ham talga ulab pastga tortib qo'yamiz. Mana ochilib kelyapti. Mana shu o'ttasi ana beri edi. Tortgandan keyin ham pastga, ham biqinga tortamiz. Xo'sh, yaxshi kelyapti. Mana ichlariga keladigan bo'lsak, mana ichlari ham. Xo'sh, ana sklatkalari. Ichlari qayrilib qolgan. Tekis bilan. Mana buni tekis bo'lishi kerak. Ochilib turibdi. Mana qolgan pachaqalari bu. Ishimiz davom etmoqda. Labo damaschamiz. Labomiz tortish jarayoni. Ta'limimiz mana buni olib kelib, ana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu yerlar shunday sklatka. Bo'ladi. Mana ancha to'g'ri bo'ldi. İşimiz davom etmoqda. Mana labochamizni tortish jarayonlarini boshladik. Bu yerda ildirib, mana bundan moslama. Yana zazorlari zo'chasi joyiga keldi. Bu tarafini ertaga ish davom ettiramiz.